Tarsiyerning kozlari shu qadar ulkanki, ular harakatlanish qobiliyatidan mahrum. Buning o'rniga uning boshi qariyb 180 darajaga aylanadi. Bu moslashuv unga misli ko'rilmagan tungi ko'rish qobiliyatini tuhfa etadi. Bu esa oy yoritgan o'rmonlar zulmatida oljasini payqash uchun hal qiluvchi ahamiyatga ega. Ularning ko'rish qobiliyati – bu evolyutsiyaning haqiqiy mo'jizasi, qorong'ulik qa'rida omon qolishning yagona kafolati. Tarsiday oilasiga mansub tarsiyalar, primatlar evolyutsiyasida muhim burilish nuqtasi hisoblanadi. Lemurlar singari prosimiyalar hamda yuqori primatlar orasida ko'prik vazifasini o'tagan holda, ular o'zida noyob xususiyatlar uyg'unligini mujassam etgan. Bo'yi atigi 9 dan 16 santimetrgacha bo'lsa-da, ular hayratlanarli darajada ulkan kozlarga ega, hajm jihatidan greypfrut bilan bemalol bellasha oladigan darajada. Janubi-sharqiy Osiyoning zich o'rmonlari, xususan Filippin, Malayziya va Indoneziya o'zining sirli va kichik aholisi, tarsiyerlarga makon bo'lgan. Ular dengiz sathidan 1800 metrgacha bo'lgan balandliklarda ham yashashga to'liq moslashganlar. Doimiy namlik va yamyashil o'simliklar bu yerda o'zgacha, xira nurli, soyali dunyo yaratgan. Aynan shu soyabonlar ostida nur va soya orasidagi chegara xiralashadi va azaliy xavf-xatarlar o'zining ulkan soyasini soladi. Ularning ulkan kozlari har biri miyasi kattaligida bo'lib, har bir kvadrat millimetrida 300 dan ortiq tayoqcha hujayralarni o'z ichiga oladi. Bu beqiyos zichlik xira oy nurini yorqin tungi manzaraga aylantiradi. Bitta fove yorug'likni o'tkir ko'rish uchun fokuslab, ularni soyali, o'rmonli dunyosi bo'ylab yo'l ko'rsatadi. Ular 91 Hzgacha bo'lgan chastotalarni qamrab oladigan eshitish qobiliyati bilan eng zaif tovushlarni ham payqaydilar. Jadal metabolizm ularning chaqqon harakatlariga kuch bag'ishlab, hasharotlarni millisekundlarda ilib olish imkonini beradi. Natijada, bu uyg'un hislar ularning ko'rish qobiliyatini kuchaytirib, Borneoning qalin bargzorlarida deyarli benuqson ov strategiyasini yaratadi. Jimlik qa'rida tarsiyer masofani chamalaydi, 5 metrgacha bo'lgan sakrashlarni puxta hisoblaydi. Kichikkina mushaklari tarang tortilgancha, bir zumda irgib, havoda uchayotgan hasharotlarni o'ta aniqlik bilan ilib oladi. Millisoniyalargacha aniq bo'lgan vaqt bu hayot-mamot raqsining bosh boshqaruvchisidir. Ammo nahotki shunchalik mitti bir jonzot bunday hayratlanarli aniqlik bilan olja tutishga qodir bo'lsa? Tarsiyaning kozlari hasharotga qadalgan, har bir kozi miyasidan ham ogirroq. Mushaklar taranglashadi, uning mitti tanasi 3 metrli sakrash bilan havoga otiladi. Benuqson aniqlik bilan oljani havoda ilib oladi. Ularning g'ayritabiiy aniqligi Borneoning zich o'rmonlarida yashab qolishini ta'minlaydi. Bu yerda har bir ov umrni davom ettirishning garovidir. Oljani qo'lga kiritgach ham, uzunoyoqlilarning xotirjamligi uzoqqa cho'zilmaydi. Ularni daraxt tupayalari va sivettalar kabi shafqatsiz o'likxo'rlar ta'qib etadi. Har bir uzunoyoqli o'z oljasini katta ehtiyotkorlik bilan, qalin chirmovuqlar orasiga yoki keng barglar tubiga ko'mib, yashiradi. Bu strategik usul o'rmonning murakkab va sirli olamida ularning mashaqqatli mehnati bilan qo'lga kiritilgan oljasiga boshqa raqiblar ko'z olaytirmasligini ta'minlaydi. Kechki 6 dan tongi 6 gacha tarsiyalar yolg'iz holda, mutlaq sukutda ov qiladi. Zimziyo o'rmon qa'rida ularning kozlari hatto eng kichik oljani ham zudlik bilan payqaydi. Hatto birgina barg shivirlashi ham ularning o'ta sezgir tuyg'ularini darhol sergak torttiradi. Ammo tunning bu mutlaq yolg'izligiga daxl etilsa-chi? Tarsiyning hududi bor yogi butun 5 kimni egallaydi. Shiddat bilan qo'riqlanadigan bu makonlar hid bezlari va keskin chaqiriqlar bilan belgilanadi. Begonalar tajovuzkor taqiblar va ingichka, hududiy nizolarni keltirib chiqaradi. Ular zich barglar va oy shulasi tushgan shoxlar orasida aks-sado berib yangraydi. Zich o'rmon hayot nashidasi bilan guvillaydi. Ulkan daraxtlar bir-biriga tutashib, shox-shabbalari yerga xira-xira soyalar sochadi. Oy nuri ostida nam barglar yaltiraydi, shitirlagan pichirlashlarning sirli simfoniyasi. Tungi gullar yashnab havoga yoqimli, shirin ifor sochadi. Kozga ko'rinmas yirtqichlar poylaydi, biroq tarsiyer hushyorligini yo'qotmaydi. Bu olam tarsiyerni sindirmadi. Aksincha, uni yaratdi. Shom cho'kkanida erkak tarsiyer 3 daqiqagacha davom etadigan o'zining mayin chaqirigini butun qalin o'rmonlar bo'ylab yangratadi. Urg'ochi tarsiyerlar o'ta sinchkovlik va aniqlik bilan bu chaqiriqning balandligi va chastotasini baholab chiqishadi. Bu serenada uning sog'lom va hayotga to'la ekanligidan nishona. Bu esa juft tanlashda asosiy mezon hisoblanadi. Oy nuriga cho'mgan osmon ostida jaranglaydi evolyutsiyaning abadiy qo'shigi. Yulduzli tunning bagrida tarsiyer onasi o'zining yagona bolasini ehtiyotkorlik bilan parvarishlaydi. U yangi tugilgan chaqalogini og'zida ko'tarib daraxtlarga aniq, sinchkov harakatlar bilan ko'tarilib boradi. Ammo tarsiyer bolalarning atigi 20% omon qoladi, xolos. Shunday noaniq, mushkul vaziyatda bir ona tabiatning befarqligi oldida qanday qilib turib bera oladi? Zich barglar orasida tarsiyer onasi o'z bolasini mehr bilan bagriga bosib turibdi.
Miyasidan 150% kattaroq bo'lgan bu kozlar ularning faoliyatini ta'minlash uchun doimiy hayvon oqsili talab qiladi. Bu kozlar tayoqcha hujayralari bilan to'la bo'lib, kam yorug'lik sharoitiga moslashgan. Evolyutsiya bu yo'lni shiddatli tungi raqobat orqali shakllantirgan. Evolyutsiya yashab qolishni qolipga soladi, tabiat to'lqinlariga qarshi chidamlilikni oyib bitadi. Tarsiyerlar, mayda, tunda faol primatlar. Ularning ko'zlari tana vaznining 10%dan ortig'ini tashkil etadi. Bu ularga zulmatda ham o'ta o'tkir nigoh beradi. Tarsiyerlarning o'tkir ovchiligi tufayli qurbaqalar va qo'ng'izlarning populyatsiyasi me'yorda saqlanadi. Agar bu noyob primatlar o'z ekologik joyini tark etsa, ayrim chirmovuqlar shiddat bilan o'sib ketib, boshqa o'simliklarni bo'g'ib qo'yadi va butun ekotizim muvozanatini buzib tashlaydi. Shunga qaramay, soni 10 mingdan kam bo'lgan tarsiyerlar jiddiy tahdidlarga yuz tutmoqda. Daraxt kesish ularning o'rmon makonlarini vayron etmoqda. Yashash joylarining yo'q qilinishi ularni himoyasiz qoldirmoqda. Ularning omon qolishi shu mort muvozanatga bog'liq. Qiyinchiliklarga qaramasdan, ularning noyob ko'rish qudrati ajralib turadi. Ularni asrash dolzarb vazifa. Ularning kelajagi bugungi harakatlarimizga bog'liq. Oy shulasiga cho'mgan shoxda tarsiy qonib turibdi. Uning kozlarida butun boshli galaktikalar jilolanadi. Har bir kozi 2 santimetrdan oshiq diametrga ega bo'lib, 45 million yillik evolyutsiyaning sirlarini o'zida mujassam etgan. Atrofga sukunat cho'kkan. Faqatgina bir bargning shivirgi eshitiladi. Bu tabiatning sergak posboni, abadiy hushyor ruhining gavdalanishidir. Tarsiyaning o'tkir nigohini kashf etganingizdek, yanada ko'proq tabiat mo'jizalari uchun kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Tabiat yashirgan mo'jizalarga guvoh bo'ling, har bir turning sirini birma-bir ochamiz.